Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun ustozlar. Demak, siz bilan fizikadan ma'lumlashtirilgan darslarimizni davom ettiramiz. Bizni quyidagi ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borishingiz mumkin. Instagram, YouTube, Telegram orqali hammasida o'sha kanalimiz linklari berilgan. Ya'ni fizika ustoz linki orqali bizni topib olishingiz mumkin. Demak, ma'lumlashtirilgan mavzularimizni, ya'ni fizikadan ma'lumlashtirilgan darslardagi taalluqli tegishli testlarni veb-saytda ishlab, o'zingizni bilimingizni oshirib borishingiz mumkin. Veb-saytimiz fizikaustoz.com veb-sayti orqali kirasiz. Bu veb-saytdan foydalanish uchun albatta bizga murojaat qilishingiz kerak. Veb-saytda har bir mavzuga taalluqli testlar va o'shalarga taalluqli video yechimlar beriladi. Siz testni ishlab, o'zingizning natijangizni aniqlab, e, xatoga yo'l qo'ygan savollaringizni video yechimlarini shu zahoti ko'rishingiz mumkin. Demak, bugungi mavzu bilan tanishamiz. Demak, bizda ikkinchi mavzumiz to'g'ri chiziqli tekis harakat haqida tushuncha. Demak, tekis harakat haqida tushuncha. Demak, birinchi o'rinda tekis harakat deganda nimani tushunamiz? Shu savolga javob olishimiz kerak. Tekis harakat degani nima? Tekis harakat degani o'sha, masalan, 1 sekundda 5 metr masofa yursin, 2 sekundda 10 metr masofa yursin, 3 sekundda 15 metr masofa yursin. Demak, 5 ni 1 ga bo'lsak 5, 10 ni 2 ga bo'lsak 5, 15 ni 3 ga bo'lsak 5. E'tibor qaratayotgan bo'lsak, o'sha bir xil vaqt oralig'ida tezligi o'zgarmasdan boryapti. O'sha tezligi o'zgarmasdan boradigan harakat tekis harakat deyiladi. Tezlikni topish uchun masofani vaqtga bo'lishimiz kerak. Unda masofani birligi metr, tezlikni birligi esa metr taqsim sekund bo'lib qoladi. Masofani topish uchun esa tezlikni vaqtga ko'paytiramiz. Masofani birligi metr. Vaqtni topish uchun esa masofani tezlikka bo'lamiz. Vaqtni birligi esa soniya. Asosiy birliklar sifatida shular qabul qilingan. Endi jumlaga e'tibor qaratamiz. To'g'ri chiziqli tekis harakat degan jumla kelyapti. To'g'ri chiziqli tekis harakat bo'lishi uchun qanaqa shartlar bo'lishi kerak? Birinchi navbatda trayektoriyasi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lishi kerak. Trayektoriya nimaligini tushuntirgandik, ya'ni jismning fazada qoldirgan izi. Ikkinchisi, doimiy tezlikka ega bo'lishi kerak. Ya'ni bu degani teng vaqt oralig'ida teng masofalarni bosib o'tsa, bunday harakat to'g'ri chiziqli tekis harakat deyiladi. Harakat turlari, demak, tekis harakatga misol sifatida soatning milining harakati misol keltirilgan, ya'ni u tekis harakat qiladi, lekin uning soat milining trayektoriyasi esa aylanadan iborat. Demak, tezligi bir xil, trayektoriyasi to'g'ri chiziqdan iborat bo'lsa, to'g'ri chiziqli tekis harakat deyiladi. Mana birinchi harakatimiz. Tezligi bir xil, lekin trayektoriyasi egri chiziq bo'lsa, tekis egri chiziqli harakat deyiladi. Agar tezligi o'zgaruvchan va trayektoriya to'g'ri chiziqdan iborat bo'lsa, notekis to'g'ri chiziqli harakat misol bo'la oladi. Boya aytib o'tganimizdek, soat millarining uchi tekis harakat qiladi, ya'ni vaqt bir xilda o'tadi, lekin harakat trayektoriyasi esa aylanadan iborat. To'g'ri chiziqli tekis harakat, jism to'g'ri chiziq bo'ylab harakatlanganda teng vaqt oralig'ida teng masofa bosib o'tsa, to'g'ri chiziqli tekis harakat deyiladi. Tezlikni topish uchun masofani vaqtga bo'lishimiz kerak. Tezlikning birligi metr taqsim sekund. Bizda yana bir yangi tushuncha, tezlik vektor kattalik. Vektor kattalik degani tezlik nafaqat son jihatdan, balki yo'nalish jihatdan ham, yo'nalishga ham ega bo'ladi. Demak, vektor kattalik bo'lishi uchun ham son qiymat, ham yo'nalishga ega bo'lish kerak. Demak, tezlik vektor kattalik. Tezlikni o'lchash uchun qo'llaniladigan qurilmalar, asboblar speedometr mashinada va o'sha mashinaning tezligini qayd etuvchi qurilma radar. Demak, bu narsalar tezlikni o'lchovchi qurilmalar sifatida qaraladi. Tezlikning fizik ma'nosi, ya'ni 1 metr taqsim sekund bo'lishi uchun jism har bir soniyada, ya'ni soniyasiga 1 metr masofa bosib o'tsa, uni birligi, ya'ni uning tezligining qiymati 1 metr taqsim sekundga teng bo'ladi.
Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, to'g'ri chizig'li tekis harakatda jism teng vaqt oralig'ida teng masofani bosib o'tadi. Bu harakatni tezlik orqali tasvirlaymiz va o'lchash uchun turli asboblardan foydalanamiz. Xo'sh, tezlikning birliklari demak bildik, 1 metr taqsim sekund ekan. Undan tashqari o'sha tezlikning birligini metr taqsim sekund bo'lsa, biz yana foydalanamiz. Kilometr taqsim soatida foydalanamiz. Masalan, taksidan Toshkentdan Samarqandga borsak, boringki, 4 soatda 400 kilometr yursak, o'rtacha soatiga 100 kilometr taqsim soat tezlik bilan harakatlandim deymiz. Bu degani nima degani? E'tibor qaratamiz, 1 kilometrimiz 1000 metr, 1 soatimiz 3600 sekund. Nollarni tashlab yozadigan bo'lsak, 10 taqsim 36, 10 taqsim 36, ya'ni kilometr taqsim soatdan metr taqsim sekundga o'tish yoki mana bu yerdan metr taqsim sekund, ya'ni 1 metr taqsim sekundni topsak, ikkalasini joyi almashadi. 36 taqsim 10 bo'ladidagin 36 taqsim 10 kilometr taqsim soat. Yoki qisqacha buni bunday yozishimiz mumkin. 3,6 kilometr taqsim soat ko'rinishida yozishimiz mumkin. Endi bu degani nima degani? Masalan, 10 metr taqsim sekund, ya'ni sekundiga 10 metr masofa yursa, bu degani men kilometr taqsim soatga o'tmoqchi bo'lsam, buni 3,6 ga ko'paytiraman. Ko'paytirsam 36 kilometr taqsim soat. Ya'ni agar jism soniyasiga 10 metr masofa yursa, soatiga 36 kilometr yo'l yuradi. Mana bu yerda beryapti, mana kilometr taqsim soatdan metr taqsim sekund. Ya'ni agar jism soatiga 90 kilometr masofa yursa, mana 1 soatda 90 kilometr masofa yursa, uni uchun u sekundiga 25 metr masofa yurish kerak ekan. Ya'ni bizlar qanday bilyapmiz? Mana bu 90 ni bu ko'rinishda yozishimiz ham mumkin, yoki birdaniga mana bu 3,6 ga bo'ladigan bo'lsam, mana o'sha qiymat kelib chiqadi, 25 metr taqsim sekund bo'ladi. Ya'ni tezlikning birligi sifatida metr taqsim sekunddan foydalanamiz yoki kilometr taqsim soatdan foydalanamiz. Biridan ikkinchisiga o'tsa 3,6 ga ko'paytiramiz. Masalan, metr taqsim sekunddan kilometr taqsim soatga o'tmoqchi bo'lsak, qisqacha ko'rinishda uni 3,6 ga ko'paytiramiz. Agar orqaga qaytmoqchi bo'lsak, kilometr taqsim soatdan metr taqsim sekundga o'tmoqchi bo'lsak esa uni 3,6 ga bo'lamiz. Ya'ni teskarishni amalga oshiramiz. Soat inglizchasiga hour, uning bosh harfi ham kelishi mumkin. Masalan, mana bu yerda soat deb yozmasdan kilometr taqsim h ko'rinishda ham yozilishi mumkin. Xo'sh, endi to'g'ri chizig'li tekis harakatda biz bildik, tezlik o'zgarmas bo'lar ekan. Tezlik o'zgarmas degani inglizchasiga konstanta, ya'ni doimiy degani. Mana bu yerda tezlik keladi. Tezlikning birligi metr taqsim sekund. Mana tezlik qandaydir qiymatda turibdi, vaqt o'tib bormoqda. O'sha tezlik grafikida yuza yo'lga teng bo'ladi. Mana shu to'g'ri to'rtburchak yuzasini topadigan bo'lsak, s teng v ko'paygan t formula kelib chiqadi. Bu qayerdan kelib chiqyapti? To'g'ri to'rtburchak yuzasini topish formulasi s teng a ko'paygan b dan kelib chiqyapti. Mana bu tomon a tomon bo'lyapti, bu tomon b tomon bo'lyapti. Ya'ni matematikada to'g'ri to'rtburchak yuzasi adashmasam 6-sinfda yoki 5-sinf matematikasida o'tiladi. Hozirda mayda sinflarga ham o'tilyapti, chunki mavzular murakkablashtirilgan. O'sha prezident maktabiga tayyorlanayotgan o'quvchilarimiz matematikada yuqori sinf mavzularini ham tugatib, bilim saviyasi ancha yuqori. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, keyingisi yo'l grafigi. Yo'l grafigida qayerdan bilamiz? Mana bu yerda s keladi, masofani birligi metr. Mana bu yerda t keladi, vaqtni birligi sekund. Yo'l grafigi deganda vertikal chiziqqa qaraymiz. O'sha yerda kim turgan bo'lsa, o'shani ismini aytamiz. Agar tezlik turgan bo'lsa, tezlik grafigi bo'ladi. Yo'l turgan bo'lsa, masofa turgan bo'lsa, masofa grafigi bo'ladi. Demak, mana bu yer qandaydir s ni bersa, o'sha asosi qandaydir t ni beradi. Matematikada, demak, to'g'ri burchakli uchburchak uchun
Tangens alfa, ya'ni tangens alfa qarshidagi katetning yopishgan katetga nisbati s taqsim t, fizikada esa s taqsim t nimaga teng? V ga teng bo'ladi. Bundan ko'rinadiki, v tangens alfaga teng bo'ladi. Agar bizda bir nechta grafiklar berilgan va koordinata boshidan chiqqan bo'lsa, mana e'tibor qaratayotgan bo'lsak, uchinchisini burchagi eng katta ekan, ya'ni alfa 1, alfa 2, alfa 3. Demak, e'tibor qaratadigan bo'lsak, alfa birimiz manbu bo'lishi kerak, eng kichkina burchak bo'lishi kerak. Burchaklar qo'shilib ketibdi. Alfa ikkimiz manbu bo'ladi. Manbu qismlarni hisobga olmaymiz. Alfa uchimiz eng kattasi bo'ladi. Alfa uchimiz eng katta bo'lgani uchun chizmada ozroq xato ketib qolibdi-da. Demak, alfa uchimiz eng katta bo'lgani uchun tangens alfa o'suvchi funksiya, demak, qaysining tezligi eng katta desa, burchagi kattasini tezligi eng katta bo'ladi. Xo'sh, demak, bugunga bizda bori shu, demak biz to'g'ri chiziqli tekis harakat mavzusini nazariy qismi bilan qisqacha tanishib chiqdik. Hammaga rahmat. Bizni kuzatib borishda davom eting. Kimda kim bizning o'sha mavzularga taalluqli test savollari bilan test bilan ishlab, o'sha masalalarni, misollarni ishlamoqchi bo'lsa, bizga Telegram kanali orqali murojaat qilsa, o'sha veb saytimizdan foydalanish imkoniyatini beramiz. Veb saytimiz albatta pullik, o'sha testlar joylangan, o'sha testlar mavzularga taalluqli video yechimlarni ko'rib, kuzatib borishingiz mumkin. Hammaga rahmat.